Hozir mana mana shu kremimizni sizlar bilan birgalikda sinab ko'ramiz. Qani ko'ramiz, ishlarmikan, rostdan ishlamasmikan. Bu krem momentalniy oqartirish xususiyatiga ega. Hali mana upakovkasidan ham ochmaganman. Bitta mana bunday ochib qo'ydim. To'xtayman, video qilaman deb ochmasdan ushlab o'tiribman. Hozir birga ochamiz sizlar bilan. Endi mana qo'lim ikkaloviga surib ko'ramiz. Hoppa. Ozgina surib ko'ramiz hozir qarang. Shuni mana ozgina surdim, ko'ramiz. Mana shu qo'limni o'ziga yarmiga surib, yarmiga surmasdan ko'ramiz. Чтобы farqini bilish uchun. Oqartirish xususiyatiga ega. Tarkibida niasinamidi bor. Niasinamid bilasizlar, oqartiradi, po'ralarni kichraytirishga yordam beradi. Hatto yuzga ham bunaqalarning niasinamidning foydasi juda ham ko'p. Mana razницasi sezildimi? O'z bundoq qilsam sezilardi-yu. Sezildimi? Qattiq-qattiqga surganman. Mana shu oq krem boyagi. Mana krem. Ozgina bo'chi bleski bor ekan, qizlar. Qaranglar, mana bu yoq tarafim oqroq, bu yoq tarafim o'zi qo'lim oqroq bo'lganiga